Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari. O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy posboni O'tkir Yusupov Qobiljonov o'z kanaliga intervyu berdi. Intervyu jarayonida Yusupov bugungi kunga yetib kelgunigacha bosib o'tgan yo'li, asli qozog'istonlik ekanligi, futbolni yig'ishtirmoqchi bo'lganligi va hatto milliy terma jamoadan ketmoqchi bo'lganligini, Eronga esa o'z pullari evaziga kelganligini aytib o'tdi. Shaxsan men O'tkir Yusupov haqidagi tasavvurlarim keskin o'zgargani sababli o'zbek tilidagi intervyuni o'zbek tiliga tarjima qilishga qaror qildim. Bir dona like tugmasini bosib qo'ydingizmi? Marhamat, tomosha qiling. Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilibdi shunga? Buni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Men Qozog'istonning Chimkent shahrida tug'ilganman. 6 yoshimda esa O'zbekiston Toshkentga ko'chib kelishga majbur bo'lganmiz. Futbolga kirib kelishimda esa onam katta turtki bo'lgan. Esimda, ilk bor mashg'ulotlarga borgan paytimda murabbiy Otabek Nabiyev yoniga borib, "Men darvozabonman" deb aytganman. O'sha kuni maktab o'quvchilari orasida 6 nafar bolagay saralab olingan. Ular ichida men ham bor edim. Murabbiy qo'l ostida 8 yil futbol bilimlaridan tahsil olgach, Paxtakor yoshlar jamoasiga borib qo'shildim. Yoshim biroz ulg'aygach, Mash'al safida ilk bor katta futbolga qadam qo'ydim. Maktab davrida onamga yordam bo'lsin deb bozorda non sotardim. Futbolchi o'z uchun oyoq kiyimlari va forma sotib olsa, darvozabon shularga qo'shimcha tarzda qo'lqop ham sotib olish kerak. Qishki qo'lqop orqali mashg'ulotlarda qatnashardim. Bir kuni onam jamg'argan pullari evaziga professional qo'lqop olib bergandi. 6700 so'm biz uchun katta pul bo'lgan. Onam esa men uchun shu pullarni sarflagan. Qo'lqopni esa ancha yillar davomida taqib yurganman. Qo'llarim kichikligi evaziga yirtilib ketgan. Uyga kelib, onamga sezdirmay tikib qayta foydalanardim. Bugun esa katta bir firma menga shartnoma taklif qilgan. Bugun qo'lqoplarim yetarlicha. Denis Ivankov Mashaldan so'ng Nasafga murabbiy bo'lib o'tgach, meni ham Nasafga taklif qilishdi. 2 yil davomida kerakli tajribani oldim. Biroq o'yin amaliyoti kamligi sababli 2016-yili Neftchi jamoasiga o'tishga to'g'ri kelgan. Natija bosimi tufayli jamoadoshlarimga qo'shimcha bosimlar yuklana boshlandi. Oqibatda esa o'sha yili pastki o'rinlarni egalladik. Keyingi mavsumda esa birinchi ligaga tushib ketdik. Men Vodiy klublarining barchasida o'ynab chiqdim. Neftchi, Qo'qon 1912 va Navbahor. Vodiy klublarining barchasida bosim kuchli bo'ladi, ayniqsa Navbahorda. Navbahor bosimini yengib o'tgan futbolchi istalgan chempionatning istalgan klubida o'ynab keta oladi. Men esa o'sha davrdagi bosim tufayli terma jamoadan ketmoqchi bo'lganman. Lekin atrofdagi do'stlarimdan biri menga dalla bo'lgan. Jahon futbolida Messi va Ronaldoga qanchalik kuchli tanqidlar bo'lganligini eslatib qo'ygan. Navbahor Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlarida munosib ishtirok etdi. Muxlislarning ko'ngli to'lgandi o'shanda. Sanvel Babayan va butun jamoa menga ishonardi. Biroq terma jamoadagi o'rnimni yo'qotib qo'ymaslik uchun ham legionerga aylanishim lozim edi. Sababi Abduvohid Ne'matov Nasaf jamoasida ishonchli o'yin ko'rsatib, hatto menga penaltidan gol ham urgan. Terma jamoaga esa chempionatning yuqori o'rnida turgan jamoadan o'yinchi chaqirilishi tabiiy. Abduvohidning menga urgan goliga kelsak, buni ko'pchilik senga nisbatan haqorat-ku deb talqin qilgan. Lekin men to'g'ri qabul qilganman. Bu o'yin axir menda qaytarish imkoni bor edi-ku. O'shanda to'pni qaytarganimda Abduvohidning o'ziga 2 karra bosim tushardi. Shunday riskni bo'yniga olgani uchun ham Abduvohidni hurmat qilaman. Abduvohidni yaxshi ko'raman. U ajoyib darvozabon. Eronga ketishimda tushunmovchilik yuzaga keldi. O'z transferimni o'zim sotib olishga majbur bo'ldim. Vaqt masalasi bilan bog'liq edi bu. Eronda transfer oynasi yopilishiga 3 kun qolgandi. Aksiga olib dam olish kuni pul o'tkazib bera olishmadi. Men esa Navbahorga Fulatdan oladigan pullarimni yarmini berishga majbur bo'ldim.
Eronda muxlislik boshqacha. Qiyoslash mumkin bo'lsa, quturgan deyish mumkin. Lekin men bosimlarga allaqachon ko'nikib ulgurganman. Eronda oddiy o'yinning o'zi yo'q. Har bir uchrashuv jang bo'ladi. Muxlislar 30 ming atrofida tashrif buyurishadi. Atmosfera yaratadi. Futbolga e'tibor mutlaqo boshqa daraja. Eronda futbol bilan yashashadi. Milliy terma jamoa o'yinlariga to'xtalsak, Shimoliy Koreya bilan o'yinda qaytargan 2 penaltim orqali meni ko'pchilik o'zi uchun kashf etdi. Aslida esa oldin bundanda ko'p penaltilarni qaytargan edim. Federatsiya orqali Katanesga aloqaga chiqishgan. Shimoliy Koreya bilan o'yindan oldin meni o'rnimga Abduvohid Ne'matovni tushirishni aytishgan. Katanes esa nima qilsalaring qillaring, men terma jamoangdan ketaman deb keskin javob bergandan keyin ular Srechkoning ishlariga boshqa aralashishmadi. Yuzim yorug' bo'ldi. O'sha kuni penalti qaytardim. Biz g'alaba qozondik. Osiyo Kubogida esa Qatarga penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldik. Turnir davomida penaltilar ustida ishlamaganmiz. Srechko Katanes bunga hojat yo'q deb hisoblandi. Biz albatta jahon chempionatiga chiqamiz. Birlashgan Arab Amirliklarida buni hal qilib qaytamiz. So'nggi tur oldidan muxlislarga yo'llanmani olib kelamiz. Bunga kuchimiz ham, ishonchimiz ham yetarli.